Muxtasar Minhajul Qasidin İmam İbn Qudama el-Maqdisi 11. bölüm Söhbət, qeyrindaşlıq və kişilər bilan aralashishning adablari. Bilgin ki, do'stlik güzel axloqning mevasi. Yadlashish yaman xulqning kulpitidir. Chunki güzel axloq bir-birini yaxshi ko'rish va moslashishni taqozo qiladi. Yaman xuluq o'zaro nafrat va dushmanlikni tug'dirdi. Güzel axloqning fazilati hech kimga maxfiy emas. Hadislarda ko'p dalolat qilingan. Abu Darda radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qiyomat kuni mu'minning tarozisida güzel axloqdan mubakkarak ig'ir bosadigan narsa yo'q degan. Yana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Sizlarning qiyomat kuni menga eng suyumlik va o'rin jihatda menga eng yaqin bo'lganinglar güzel axloqqa ega bo'lganinglardir. Qiyomat kuni mendan o'rin jihatda eng yiroq bo'lganinglar xulqi eng yomon bo'lganinglardir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan kishilarni eng ko'p jannatga kirgizadigan narsa nima deb so'ralgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Allohga taqvolik qilish va güzel axloq deb javob berdi. Allah üçün yaxshi ko'rish, Allah üçün yomon ko'rish. Allah üçün yaxshi ko'rishga kelsak, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Allah Taala 7 turli kishiga o'zining soyasidan boshqa hech qanday soya bo'lmagan kunda soya berdi deb, ular ichida Allah Taala uchun bir-birini söygan, Allah Taala uchun bir yerga kelgan va Allah Taala uchun ayrilgan ikki kishini tilga oldi. Yan bir hadis Quddusida Allah Taala mundaq degan: Mening roziliqim uchun o'zaro yaxshi ko'rishgan, mening roziliqim uchun o'zaro elib berishgan va mening roziliqim uchun bir-birini ziyorat qilishganlarni mening yaxshi ko'rishim haqdir. Yan bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam iymon tutqularining mustahkamroqi Allah roziligi uchun do'st tutish va Allah roziligi uchun dushman tutishdir degan. Bu vaqtdagi hadislar ko'pdir. Bilginki, Allah Taala uchun yaxshi ko'rgan kishi Allah Taala uchun yomon ko'ralaydi. Ya'ni kishi bir kishini Allah Taalaga itoatmanlik uchun yaxshi ko'rsa-yu, u kishi Allah Taalaga osiylik qilib qolgan hamon Allah Taala uchun uni yomon ko'rdi. Chunki kishi bir sababdan boshqalarni yaxshi ko'rsa, dal shu sababning aksi uchunmi ularni yomon ko'ralaydi. Bir kishida yaxshi va yomon xislatlar tang tepilsa, kishi uni yaxshi xislat uchun yaxshi ko'rdi, yomon xislat uchun yomon ko'rdi. Shunga musulmonni uning dini uchun yaxshi ko'rishing, gunohlari uchun yomon ko'rishing kerak. Shuningga binoan uning bilan yaqin yoki yiroq taraflaringni dangsab turib, o'tiral muomalada bo'lasan. To'ymay xatolik o'tkazib qo'yib, shu ishiga pushaymon qilgan musulmonning qusurini ko'rmasga silish va uni yepish lozim. Agar u gunohida azvaylasa, uningdan yuz o'rish, yiroqlashish va qilgan gunohining ig'ir yengilligiga qarab qattiq gap qilish bilan bearomligini ochiq oshkora ifodalash kerak. Allah uchun yomon ko'rganlarning martabalari va ularga qanday muomala qilinadiganligi to'g'risida. Bilginki, Allah Taolaning buyrug'iga qarshilik ko'rsatuvchilar 3 qismdir. Birinchi, kofirlar. Agar u musulmonlar bilan urushayotgan kafir bo'lsa, u o'limga yoki qo'l qilishga loyiqdir. Ularga bu ikkisidan mubakkarak ig'ir xarliq yo'q. Agar u zimmi, ya'ni islom davlatida musulmonlarga bosh topshirib, musulmonlar amonligida yashaydigan kafir turib, Allohning buyrug'iga qarshi ish qilgan bo'lsa, uningga yuz qarmay, takallub qilmay, yo'lning tar yeriga qistab opirib, salomni boshda qilmay va salom qilsa, va alayk deyish bilan javob berib, kamsitish orqali uningdan yuz o'rishdan boshqa azor berish durust bo'lmaydi. Tuzukroqi undaq zimmi bilan aralashmaslik, tijoriy muomala qilmaslik va birga tamoq yemaslik kerak. Do'stlarga qilgandek ular bilan ijilib yilib o'tirish va yaqin o'tish makruhdir. Ikkinchi, bid'atchilar.
Agar bir kishi bid'atga chaqirg'uvchi kishi bo'lsa va u chaqirgan bid'at kufrga ilib boradigan bid'at bo'lsa, uning ahvoli zimmininkidan yomondir. Chunki bu odamdan jizya ilinmaydi, amonlik to'xtimi bilan kang'ursaqlikmi qilinmaydi. Agar uning bid'ati kufrga ilib bormaydigan bid'at bo'lsa, shaksizki uning Alloh bilan o'zi orasidagi ahvoli kofirninkidan yengilroq. Lekin uni rad qilish kofirni rad qilishdan bekrak sururdir. Chunki kofirning yomonligi boshqalarga o'tmaydi. Uning so'zi e'tiborga ilinmaydi. Halbuki o'z bid'atiga chaqiradigan bid'atchi farqliq. Chunki u o'zi chaqirayotgan bid'atni haq bilib da'vo qiladi-da, insonlarning izishiga sabab bo'ladi. Demak, uning yomonligi o'z bilan to'xtab qolmaydi. Şuna uni oshkor yomon ko'rish, uningdan aloqani uzish, uni dushman tutish, tuvan ko'rish, bid'atni ayiblash va kishilarni uningdan tazdirish texmi muhim va keraklidir. Ammo bid'atga chaqirmaydigan, chaqirolmaydigan, birovning agishib ketishidan ansirash behojat bid'atchiga kelsak, uning ishi oson. Onunğa yumshaq nasihat qilish kerak. Chunki avam xalqning qalbi tez o'zgardi. Agar nasihat kor qilmasa va uningdan yuz o'rish orqali bid'at amalini ko'ziga sat ko'rsatgil bo'lsa, uningdan yuz o'rish ta'kidlangan mustahabdir. Uning tabiatining qidib, e'tiqodi qalbi mustahkam o'rilishib ketgachga nasihat kor qilmaydiganligi bilinsa, uningdan yuz o'rish vojibdir. Chunki bid'at to'liq yomonlanmasa, kishilar orasida tarqaladi va ziyni hammaga yetadi. 3. O'z aqidasi bilan emas, ish harakati bilan Allohga osiylik qilguvchilar. Agar bundaq kishi zulm qilish, g'azablanish, yolg'on guvohlik berish, g'ayvatxo'rlik, chiqimchilik va shuning o'xshash ishlar bilan boshqalarga aziyat bersa, uningdan o'zini chetga elish, aralashmaslik va aloqani uzish kerak. Ayollarni bir yeriga yig'ib sorun qurib, buzuqchilik qiladigan kishilarga may ichish imkoni yaratib berguchiga o'xshash fasodchilikqa chaqiradigan kishining hukmimi yuqorida tilga ilingan osiy kishining hukmiga o'xshash. Bundaq kishini past ko'rish, uningdan munosabatni uzish va o'zini chetga elish kerak. Haraq ichish, zina yoki o'g'rilik qilish va yoki vojib bir ishni tark etish bilan o'ziga posiq, ya'ni posiqligi o'z bilan cheklanadigan kishiga kelsak, uning ishi yengilroqdir. Lekin u gunoh qilayotgan holatida uchrab qolsa, turli vositalar bilan uni shu gunohdan to'sish vojib. Agar nasihat uni gunohdan qaytaradigan bo'lsa va texmi foydali bo'lsa, unga nasihat qilinadi, nasihat kor qilmasa, qattiq muomala qilinadi. Do'stlikqa tanlanadigan kishida bo'lishi shart sifatlar. Bizga rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam inson o'z do'stining dinidadir. Shon kishi do'stlashgan kishisiga qarasin degan. Bilginki, hamma odam do'stlikqa yara vermaydi. Do'st bo'lunug'us kishi do'stlikqa qiziqtiradigan sifat va xislatlar bilan boshqalardan farqlanib turishi lozim. Sifat va xislatlar do'st bo'lishdan ko'zlangan foydalarga qarab shart qilinadi. Do'stlikdan ko'zlangan foydalar deganimiz ya dunyo va obro'y tepish yoki ko'rish velish, paranglashish bilan dili yayrashdek dunyolik manfaatlardir. Bizning temamiz bu emas. Ya bo'lmasa diniy foyda ko'zlangan bo'ladi. Buningda turli maqsadlar jamlangan bo'ladi. Jumladan ilm va amalidan foydalanish. Do'stining martabasi orqali ibodat qilishdan to'sadigan va qalbini bearam qiladigan aziyatdan saqlanish. Do'sti beradigan mol bilan kifoyalanib, vaqtini uzuq talab qilish bilan zoyi qilmaslik va muhim xususlarda uningdan yordam olish qatorliqlar. Shuning bilan bu do'stlik o'zi uchun musibatlarda yordamchi va har xil ahvollarda kuch bo'ladi. Oxirat shafaat qilishmi shu foydalar qatoridandir. Darvaqa ba'zi salaflar mundaq degan: Qayrindishinglarni ko'paytinglar, chunki har bir mu'minning shafaat qilishi haqdir. Bu foydalarning har biri faqat shuning bilan hosil bo'ladigan shartlarni talab qiladi. Yig'inchoqlaganda do'stlikqa tanlagan kishida shu 5 xil xislat bo'lsin. Aqlliq va axloqiy go'zal bo'lsin. Fosiq, bid'atchi va dunyoga yerisman bo'lmasin. Aql bir boyliqdir. Ahmaq bilan yo'ldoshlikda yaxshilik yo'qdir. Chunki ahmaq sana manfaat beraman deb ziyon soladi.
Aqlliq kishi deganimiz ishlarni o'z haqiqatida o'zi tushunadigan yoki tushuntirilsa tushunadigan kishidir. Go'zal axloq cho'qim bo'lishi kerak. Chunki nurg'un aqllar borki, ochiqi yoki shahvatiga yengilib, havo havasiga beriladi. Shunga axloqsiz kishining yo'ldoshligida yaxshilik yo'qdir. Pasiq kishi Allohdan qo'rqmaydi. Allohdan qo'rqmaydigan kishiga ishinib bo'lmaydi. Sabab bo'lg'usi falokatlardan amin bo'lg'ilimi bo'lmaydi. Bid'atchi bilan yo'ldoshlikda uning bid'atining yo'qishidan qo'rqiladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundaq degan: "O'zingga rostchil do'stlar tutqin, shundala ularning himoyasida yashaysan. Chunki rostchil do'stlar kengrichilikda zinnat, bala musibatda tayyorlikdir." O'zidan nafratlantiradigan bir ishni qilmag'ucha, do'stingning ishini eng go'zal o'rniga qo'y. Yaxshi ma'noda o'yla. Dushmaningdan yiroq turg'in. Ishonchlik bo'lmasa, do'sting bo'lsa-mu ehtiyot qilgin. Allohdan qo'rqmasa, ishonchlik hisoblanmaydi. Hargiz pasiqqa yo'ldosh bo'lma. Uning yo'ldoshligida pisqi hujurlarini o'g'inasan. Uningga sirlaringni bildirma, ishingda Allohdan qo'rqadigan kishilarga maslahat solg'in. Yahya ibn Muaz, Allah onunğa rahmet qilsin, mundaq degan: "Sen duoyingda meni yod etgin deyishga muhtoj bo'ladigan, sen onunğa xushomat qilib yashaydigan va onunğa o'zir aytishga muhtoj bo'ladigan do'st nima degan yomon do'st, ha?" Hasan al-Basri, Allah onunğa rahmet qilsin, uxlayotganda onun yeniga bir turkum kishilar kirdi va ba'zilari uydagi meva-chevalardan yeyishga boshladi. Hasan al-Basri: "Allah sana rahmet qilsin, Allah bilan qasamki, mana bu haqiqiy do'stlarning ishidir" dedi. Abu Ja'far, Allah onunğa rahmet qilsin, o'z hamrohlariga: "Birasinglar qayrindishining yeniga, yonchuqiga qo'lini tiqib, xohlagan narsani ola olamdi" degan edi ular. "Yo'q" dedi Abu Ja'far Mansur. "Undaqda sizlar da'vo qilgandek do'st emaskansizlar" dedi. Rivoyat qilindiki, Fatih al-Musuli, Allah onunğa rahmet qilsin, İsa Tammar atliq bir do'stining uyiga u yo'q chaqda kelib qoldi. Shuning bilan u İsa'ning dedikiga: "Menga do'stimning hamyonini ilib chiqing" dedi. Dedak qiz hamyonni achiqib bergan edi. Fatih Musuli uningdan 2 tanga oldi. Keyin İsa uyga qaytib kelganda, dedak qiz uningga bu ishni aytib bergan edi. İsa: "Agar aytqining rost bo'lsa, seni ozod qildim" dedi va hamyoniga qaragan edi. Haqiqatan dedakning rost aytganligi ayon bo'ldi. Shuning bilan u qiz ozod bo'ldi. Bir musulmonning yana bir musulmon qayrindishi ustidagi haqlari. Birinchi haq, musulmon qayrindishiga ko'ngil bo'lish va ehtiyojlarni ravo qilish. Buning 3 darajasi bor. Eng tuvan darajasi, musulmon qayrindishi bir narsa so'rasa, darhol kuchining yetishicha ado qilish. Ado qilganda xushallik bilan va xushchiroy ado qilish. O'ttir darajasi, qayrindishi so'ramasimi, uning hojatlarini ado qilish. Eng yuqori darajasi, musulmon qayrindishining hojatini o'z hojatining oldiga qo'yish. Ba'zi salaflar o'lib ketgan qayrindishining balchaqalarini 40 yil yo'qlagan va hojatlarini ravo qilgan edi. Ikkinchi haq, murid kelsa sukut qilib, murid kelsa so'zlash. Sukut qilish. Qayrindish bor yerda bo'lsin, yo'q yerda bo'lsin, uning ayiblarini tilga olmaslik, qarshi gap qilmaslik, da'talash qilmaslik va oshkorlanishni xohlamaydigan ishlar to'g'riliq so'ramaslikdir. Agar degisi yo'q bo'lsa, tanglik qilmay desa, uchrashib qolsa, qayerga mangdingiz deb so'ramaslik. Do'stlari va oilasi oldida tanqidlamaslik hamda boshqalarning qayrindish haqidagi tanqidlarni uningga yetkazmaslik. Hatto tashlashib ketgan taqdirdami qayrindishning sirini saqlash kerak. 3-chi haq. Qayrindishi yomon ko'radigan har qanday narsani tilga olmaslik. Lekin yaxshilikqa buyurish va yomonlikdan tuzish borada so'zlash vojib bo'lib qilib, sukut qilishga shar'iy ruxsat tepilmasa, so'zlash kerak. Chunki buni qayrindishning yuziga aytish bir ma'noda uningga qilingan yaxshilikdir. Obdan bilib olginki, agar sen har qanday ayib nuqsondan pok kishini izlasang, hargiz topolmaysan. Nishon yaxshiliklari yomonliklardan ko'p kishidir.
İbn Mubarak Allah onunğa rahmat qilsin, mümin qeyrindishiga o'zir izlaydi, munofiq bo'lsa qusur izlaydi degan. Fuzayl ibn Iyaz Allah onunğa rahmat qilsin, do'stlarning xatoliqlarini afu qilish haqiqiy yigitlikdir degan ekan. Musulmon qeyrindishingga gumon bilan qarama. Uning sharikini imkon qadar yaxshilikqa jo'rig'in. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hargiz yomon gumon qilib qolmaqli. Chunki yomon gumon so'zning eng yolg'onidir degan. Bilginki, gumonxo'rlik shariat cheklagan ish qusur izlashga elib boradi. Ayibni yepish va bilmagan bo'lib olish dindor kishining xuyidir. Kishi o'zi uchun yaxshi ko'rganni qayrindish uchunmi yaxshi ko'rmaguncha iymoni mukammal bo'lmaydi. Musulmon qayrindishiga o'ziga ravo ko'rmaydigan shaklda muomala qilish qayrindashlikning eng tuvan darajasidir. Shubhisizki, sen qayrindishingning aybingni yepishini, xatoliqlaringni so'zilmasligini arzu qilasan. Agar qayrindishing arzoyingning aksini qilsa, sana bek qattiq alam bo'ladi. Shunga o'zing qayrindishingga ravo ko'rmaganni qayrindishingdan qandoqmi arzu qila olaysan? O'zing kang qursaqlik ko'rsatmay turib, boshqalardan insof talab qilsang, Alloh taolaning buni so'ziga tushib qolasan. Ular kishilardan o'lchab olgan chaqda to'liq oladi. Kishilarga o'lchab yoki tartib bergan chaqda kam beradi. Ayiblarni yepishda yetarsiz kelishning manbasi va ularni ichishga qiziqtirg'uvchi omil adovat va hasaddir. Qayrindashlar orasida hasad va o'chmanlikni qo'zg'aydigan eng ig'ir sabab jidallashish va talash tartish qilishdir. Ortiqchiligi va ziyoda ziyrakligi sababli boshqalardan alohida ekanligini ko'z-ko'z qilish va raddiya berilguchini tuvan ko'rish talash tartishga sabab bo'ladi. Qayrindishi bilan talash tartish qilgan kishi qayrindishni bilimsizlik va ahmoqlik yoki g'afil va aqliy ko'tiliq bilan tushirdi. Bularning hammasi tuvan ko'rishdir. Bu ishlar ko'ngilni o'chmanlik bilan to'ldirdi va dushmanlashishga sabab bo'ladi. Bu ham qayrindashlikqa ziddir. 4-chi haq og'zaki haq. Do'stlik va qayrindashlik qayrindishi yomon ko'radigan har qanday narsani tilga olmaslikni taqozo qilgandek, u yaxshi ko'radigan narsalar haqida so'zlashni taqozo qiladi. Hatto texmi keraklik. Chunki sukut bilan kifoyalangan kishi qabr ahliga hamroh bo'lganga o'xshaydi. Do'stlik va qayrindashlikdan murod ulardan qutulish emas, balki ulardan foydalanishdir. Sukut qilishning ma'nosi aziyatdan saqlanishdir. Undaqda tili bilan bo'lsa-mu qayrindishiga do'stlik izhor qilish, hol ahvollardan xabar olish, uning beshiga kelgan qismatni so'rash, dardiga hamdardlik va xushalligiga ham xushallik izhor qilish kerak. Tirmizi rivoyat qilgan bir sahih hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qaysi biringlar qayrindishni yaxshi ko'rsa, uningga yaxshi ko'radiganligini bildirib qo'ysin degan. Shundaqla qayrindishni u eng yaxshi ko'radigan ismi bilan chaqirishmi og'zaki haqlardandir. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundaq degan: "Munu 3 xislat qayrindishing bilan bo'lgan do'stlikinglarni saplashtirdi. Ular qayrindishing bilan uchrashganda avval salom berishing, o'ltiradigan o'rinni kengra qilib berishing, eng yaxshi ko'radigan ismlar bilan chaqirishingdir." Shundaqla qayrindashlik axlardan yana bir kishining nazarida musulmon qayrindishi maqtalishni yaxshi ko'rsa, uning yanida o'zi biladigan go'zal xuluqlar bilan u qayrindishni maqtash. Shuningdek qayrindishining balavoqisini, fe'l a'tiborini hamda axloqiy, aqli, turqi, nishoni, qalami, asarlari qisqasi uni xushal qiladigan barliq jihatlarni oshirib o'tmay, yolg'on qo'shmay maqtash. Hatta uni birov maqtagan bo'lsa, shuni o'zining shu maqtashdan suyunganligini izhor qilgan holda qayrindishiga yetkazish. Chunki buni qayrindishiga yetkazmaslik ishtorlikdan boshqa narsa emasdir. U axlardan yana biri qayrindishingning qilgan yaxshiligiga rahmat aytishingdir. U yo'q yerda uningga bir yomonlik maqsad qilinsa, uni qo'g'dishing kerak. Chunki qayrindashlikning haqqi himoya qilish va yordam berish uchun yanglarni turishdir. Boshqa bir sahih hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam musulmonning qayrindishidir. Uningga zulm qilmaydi va uni dushmaniga tashlab qo'ymaydi degan.
Bir musulmonning boshqa bir musulmon qarindishining yuz obro'yini qo'g'dashda beparvolik qilishi uni dushmaniga tashlab qo'yg'onidir. Bu haqda sen uchun ikki o'lcham bor. Birinchi, uning haqida aytilganlarni o'ylab ko'rishing. Ya'ni shu gaplar u qarindishing bor yerda sening haqqingda aytilgan bo'lsa, uning nima deyishini kutgan bo'lading. Ikkinchi, qarindishingni xuddi tomning keynida sening davatqanlaringni tinglab turgandek faraz qilishing. Ya'ni sening qalbingda qarindishing bor yerda uningga yordam berish uchun qaysi tuyg'ular harakatlangan bo'lsa, shu tuyg'ular u yo'q yerdami harakatga kelishi kerak. Qarindoshlik va do'stlikqa samimiy bo'lmagan kishi munofiqdir. U haqlardan yana biri ilm o'g'itish va nasihat qilishdir. Chunki qarindishingning ilmga bo'lgan hojati sening molga bo'lgan hojatingdan oz emas. Şoň sen ilim jihatda boy bolgan hamon bu ilimni uning bilan o'rtoqlashishing dunyo va oxiratda foydali har qanday temada uningga to'g'ri yo'lni ko'rsatib turg'in. Qarindishingga nasihat qilsang maxfiy qilg'in. Ayıplash bilan nasihat orasidagi farq birining oshkora, yana birining maxfiy qilinishidir. Darvaqa, madara bilan xushomat orasidagi farq ko'rmasga silishga ilib borgan sababga bog'liqdir. Ya'ni agar sen ma'lum bir ishqa diningning sog'lom bo'lishi uchun ko'z yumsang va buni qarindishingning foydasiga deb qarasang, madarachi bo'lasan. Agar nafsingni to'yg'izish, havoyi havaslarini qandirish va yuz obro'yingni mavjud o'rningni saqlab qolish uchun ko'z yumgan bo'lsang, sen bir xushomatgo'y bo'lasan. Xatoliklarni kechirib o'tishmi bu haqlar qatoridandir. Agar qarindishing diniy jihatdan xatolashgan bo'lsa, uningga imkoniyatning baricha silih nasihat qilg'in. Xatolikdan tusish va vaz nasihatni to'xtatib qo'ymag'in. Agar qabul qilmasa, uning bilan aloqani uzgin. 5-haq. Qarindish hayot vaqtidami, o'lgandan keyinmi o'zi uchun qanday duo qilgan bo'lsa, shuningmi ashundoq duo qilish. Sahih Muslimda Abu Darda radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Musulmon kishining o'zidan qarindishining g'iyobida qilgan duosi mustajob duodir. Uning besh atrofida duoga muakkal bir farishta bor. Musulmon o'zidan qarindishiga yaxshilik tilab duo qilsa, muakkal farishta "Amin, sangmo o'qishi bo'lsin" deydi. Abu Darda radhiyallohu anhu nurg'un do'stlari uchun ularning ismlarini atab turib duo qiladi. Ahmad ibn Hanbal, Alloh uningga rahmat qilsin, sahar vaqtida 6 kishiga duo qiladi. Musulmon qarindishi o'lib ketgandan keyin uningga duo qilishga kelsak, Amr ibn Hurays radhiyallohu anhu mundaq degan: Banda o'lib ketgandan qarindishiga duo qilsa, u duoni bir farishta uning qabrisiga ilib kelib, "Ey qabrining g'ayrib egisi, bu bo'lsa shafqatli bir do'stdan sana hadiyadir" deydi. 6-haq vafo va ixlos. Vafo ta o'lgicha din qarindishini izchil yaxshi ko'rish, qarindish o'lgandan keyinmi uning bola-chaqa va do'stlar bilan yaqin o'tish. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir yashangan ayolni izzatlaydi va Xadija radhiyallohu anha hayot vaqtida u ayol bizning uyga kelib ketadi. Güzel vapa imanning jumlasidandir degan edi. O'rin martabasi har qancha yuqorilab, egilik ta'sir doirasi kengayib va yuz obro'yi ko'tarilib ketsa-mu, do'stlikqa qarta izchil kamtar bo'lish vapaning jumlasidandir. Bilginki, dinga zid ishlarda qarindishni qo'llash asla vapaning jumlasidan emas. Imom Shafiy, Alloh uningga rahmat qilsin, Muhammad ibn Abdul Hakim bilan qarindosh edi. Uni o'ziga yaqin o'ltirg'izatdi va uningga moyilaydi. Imom Shafiyda o'lim alomatlari ko'rilganda uningga: "Ey Abu Abdullah, siz vafot topgandan keyin kimning majlisiga borayli?" deb so'raldi. Shunda Imom Shafiyning yonida o'ltirgan Muhammad ibn Abdul Hakim imom o'zini ishorat qilib qolarmikin degan maqsadda uningga tikilib turadi. Lekin Imom Shafiy javob berib: "Abu Yaqub buvaytining yoniga beringlar" dedi. Bu gapdan Muhammad ibn Abdul Hakim bearam bo'ldi. Chunki u Imom Shafiyning mazhabini yaxshi o'rgangan kishi edi. Lekin Abu Yaqub buvayti zoidlik va taqvodorlikqa yaqin kishi edi. Shon Imom Shafiy musulmonlarga samimiy bo'ldi va tahsikashlikdan qochdi. Keyin Muhammad ibn Hakam Imom Shafiyning mazhabidan qaytib Malikilardan bo'lib ketgan edi.
Kişilərning do'sti haqidagi so'z cho'chaklariga quloq solmaslik va do'stining dushmani bilan do'st bo'lmaslik vafoning jumlasidandir. 7. haq. Qarindishiga ig'irchilik solmaslik, yengillashtirish, yasalma takalluf va mushaqqat silishni tashlash. Ya'ni qarindishiga tashkillangan ishni yuklamaslik, hatto o'zining muhim qiyinchilik va hojatlarini yushirish. Uni bearam qilmaslik, uning yuz obro'yi va melidan foydalanmaslik. Uni o'zini yo'qlab turishga va haqlarini ado qilishga, shundaqla o'ziga kamtar bo'lishga qistamaslik. Aksicha maqsad din qarindishni Alloh rizosi uchun yaxshi ko'rish, uning duosi bilan barakatlanish, uning bilan uchrashib, ulfatlashish, dinda yordam so'rash va uning haqlarini ado qilish bilan Alloh taologa yaqinlashishni ko'zlash bo'lishi kerak. Chin ma'noda yengillashtirish degan o'zi bemalol qila oladigan narsalarni qarindishining xijil bo'lmay qila olish uchun xijolat pardasini ko'tarish bilan bo'ladi. Ja'far ibn Muhammad, Alloh uningga rahmat qilsin, mundaq degan: Do'stlarimdan menga eng malol keladiğini men uchun jafo mushaqqat chekkan va shu sababdan o'zidan tortinadigan do'stlarimdir. Qalbimga eng yengil keladigan bo'lsa, men birga tarqamda bo'lganda o'zim yolg'izdek his qiladigan do'stlarimdir. Hikmat ahlidan biri mundaq degan: Kamtar kishining do'stligi davomlashadi. O'zingni do'stlaringdan fazilatli emas, balki do'stlaringni o'zingdan fazilatli ko'rish bu ishni tamomlaydi. Undaqda ular bilan birga bo'lganingda o'zingni xizmatchidek ko'rgin. Xalq bilan aloqa qilishning adablari. Bu babning oxirida xalq bilan aloqa qilish adablarini bayon qilamiz. Kishilik munosabatda bo'lishga tegishli go'zal adablardan ba'zilar tuvandikcha: Mutakabbir emas, kamtar bo'lish, besham emas, kichik piyel bo'lish, do'st yoki dushman kim bo'lishidan qat'iy nazar bo'zak bo'lmay va huduqmay xushchiroy kutib olish, so'rinda o'ltirganda barmoqlarni giralashtirish, burunni ko'lash, ko'p tukirish va asnashdan saqlanish. Birov so'zlayotganda quloq sol, so'zni qaytalab so'rama. O'zing bola chaqang va xizmatkorlaring bilan maqtindiganligini bildirma. Ayol kishidek yasanma, quldek avori kiyinma. Ahli oilangni qo'pollik qilmay qo'rqut, ojiz ko'rinmay yumshoq bo'l, dedek va qullaring bilan chaqchaqlashmag'inki, surhayvang yo'qimisin, keyningimi to'liq qarma. Shah sultan bilan birga o'ltirma. Agar o'ltirib qolsang gunohlardan va g'ayvatdan saqlan. Uning sirini saqla, uning qishida chaqchaqlashma, kekirma va tishingni ko'lima. Sultan seni yeniga chaqirsa, o'ziga yaqin tutsa, qattiq ehtiyotchan bo'l. Agar sen bilan ich qo'yun, tash qo'yun bo'lib ketsa-mu, uning hech qachon o'zgarmasligidan xotirjam bo'lma. Sultanning ko'ngliga yoqadigan so'zlarni qil, kichik bola qandoq muloyim bo'lsang, sultonga ham shundoq muloyim bo'l. Sulton bilan oilasi va xizmatchilar orasiga kirma. Yaxshi kun do'stidan qoch. Milingni ar-nomusingdan qimmatli ko'rma. Bir so'ringa kirsang kamtar bo'lib, eng yaqin o'rinda o'ltir, yo'l yoqasida o'ltirma. Agar o'ltirib qolsang, ko'zingni haromdan saqla. Zulmga uchrag'uvchiga yordam ber, yo'lda izib qolgan kishiga yo'lini ko'rsatib qo'y, qibla tarafga va o'ng tarafingga tukurma. Sol tarafingga yoki sol putingning ostiga tukur. Avam xalq bilan o'ltirishdan saqlan. Agar o'ltirib qolsang, ularning nachar xuylari sababli yuz bergan yomon qiliqlarini bilmasga sol. Ularning paring'iga kirib ketma, ko'p hazil chaqchaqdan saqlan, chunki chaqchiqing sababli aql sana adovat tutudi, nodon bo'lsa chaqchiqing sababli sendan aymanmaydi. Planlag'uvchi doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilguvchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri doktor Abdulaziz Rahmatullah A9. Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat. Layihalaguchi A Aqhun. 2024-yili 1-nashri 1-qatim basilishi. İstanbul. Nashr huquqi Sajiya Islom tadqiqot markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi.